Siz Xitoydan O'zbekiston hududiga yuk olib kiryapsiz, lekin ishonchli logistika kompaniyasini topolmayapsiz. Shunaqami aka? Keling, men sizni hozir Best Logistics bilan tanishtiraman. Tanishtirib bo'lganimdan keyin 100% bizning xizmatdan foydalanasiz. Best Logistics kompaniyasining ofisi Toshkent shahar markazida joylashgan. Shunda Westminster chorrahasidan to bizning ofisgacha 5 daqiqalik yo'l. Siz bizning xizmatdan foydalanishingiz uchun narxlarni arzon qilib qo'ydik. Siz yukingizni 1 kubasi $170 dan boshlanadi. Best Logistics kompaniyasini olib kelmaydigan mahsulotlar, ya'ni yuklari bor. Elektromobillar, telefonlar, agroximik materiallar va kiyim-kechaklarni Best Logistics kompaniyasi olib kelmaydi. Boshqa istalgan har xil turdagi yuklarni 18 kundan 25 kungacha olib keladi. Eng jonon joyini aytaymi, hech qanaqa oldindan to'lov yo'q. Yukingizni qo'lingizga olib bo'lganingizdan keyin shartnoma asosida ana keyin bamayli xotir bemalol to'lovlarni amalga oshirasiz. Uni ustiga rastamoshkasi bilan hamma hujjatlari ichida. Bunaqa taklifni 100 talik rad etolmaysiz, aka. Agar rad etolmaydigan bo'lsangiz, bemalol pastdagi tugmani bosing, ma'lumotlarni to'ldiring, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.